bugun kalmar o'yinini real hayotga ko'chirib o'tkazamiz. O'yinimiz umumiy 7 ta shartdan iborat. Har bir ishtirokchiga 3 tadan jon beriladi. Shartlarni 3 marta bajara olmagan ishtirokchi o'yindan chetlatiladi. O'yin oxirigacha borgan ishtirokchi 5 million yutib oladi. Bizda birinchi shart qizil chiroq va yashil chiroq o'yini. O'yinga biroz o'zgartirish kiritdik. Startdan finishgacha ishtirokchilar bir oyoqlab yurib borishadi. Bo'lmasam o'yin boshlandi. Tayyormisizlar? Hamma tayyormi? Yashil chiroq. Qizil chiroq. Birinchi raqamli ishtirokchi o'yindan chetlatiladi. Yashil chiroq. Qizil chiroq. 456 raqamli ishtirokchi o'yindan chetlatiladi. Yashil chiroq. Qizil chiroq. 11 raqamli ishtirokchi o'yindan chetlatiladi. Yashil chiroq. Qizil chiroq. 67 raqamli ishtirokchi o'yindan chetlatildi. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Yashil chiroq. Yashil chiroq. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Yashil chiroq. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Yuzinchi raqamli ishtirokchi o'yindan chetlatildi. Shohrux вечный память dedi. Bizda ikkinchi o'yin bo'lsa Dalgon o'yini. Aynan hozir ishtirokchilar qaysi qutida qanaqa shakl borligini bilmasdan tanlab olishadi va aynan ushbu qoliplardagi pechenyelarni qirqib olishadi. Bo'lmasam ikkinchi shart boshlandi. 456-chi, keling. Xohlagan qutunizdan bittasini tanlang. 5-inchisi qiziq. 1 2 3 4 5. Pastdan 5-inchisi ham qiziq. 230-chi ishtirokchi keling. 196-chi keling. 124-chi ishtirokchi. Fokus qitaladi, Shemrat. 101-chi ishtirokchi keling. 100-chi ishtirokchi. 67-chi ishtirokchi. 011-chi ishtirokchi. 007-chi ishtirokchi keling. Qaysi birini tanlaysiz? 90 da. Sizga o'zi bitta qoldi. O'z qo'llarim bilan beraman. Qaysi birini tanlaysiz? Ochinglar bitta. Baliq. Я знаю, да. Олег. What the hell? Toyota. O'rtoqlar, keldi. O'rtoqli bolalar o'tda qoldi, aman esa bo'tda mana. Narsam, va bilasizlar men 456 daman, shu ham jajgalkam bor. Va albatta mana shu sturning uchun like bosib qo'yinglar. Yalasi yerga keldi. Sindirib qo'ydim. Ruhiy sindirib qo'ydilar. Firuza. Uy, qiz ketarkan. Bo'ldi ekan, qiz esa qanaqa qara. Mat tez olsamchi? Tez qo'shib. Sindirdim, yaxshi. O'lib shekaralar. Voy. Samsung ketmasmi ekan? Aslan yaramchisi. Sindirib qo'ydingizmi, Ahmad?
0-0 birinchi o'yindan chiqib ketdilar. Nima yo'q. boy. Kichimga qaramayman, просто qolma. Вообще qiyin ekan. Voh, qo'lim. Sinmadi qari. Sindirdim. Давайте kings. Qani? O'ynab chiqib ketdingiz. Yo пропал. Umarning o'yindan chiqib ketdilar. Ninani bitta tiqib yormaylar. Faqatgina qiringlar. Yana 2 minut vaqtingiz bor. Mana bo'ldimi? Bo'ldi. Men bo'ldim. Dilmurod birinchi o'rin chiqib ketdi. Yutdingiz. Точно chiroyli qilibdi lekin. Hisobga olamiz. Keyingi o'yinga o'tdingiz. Yuraylik, deb mamda qildim. Otinglar mani. Bitta otinglar va bo'ldi. Chiqib ketdi. Semir ham o'yinda bor. Semir ham keyingi o'yinga o'tdi. Qo'lim qaltiryapti. Shona Timur. Давай. Oye. Orqa tarafini yana yaxshi bo'ladi. Yutta. Orqa tomondan qila olmayman bor. Qildim. Qani? Nimaga gapirasiz? Mak qibul. Chiqib ketdilar. Bo'ldimi? Yesam bo'ladimi? 0-11-chi. Yutdilar. Chiqdilar. Qani ko'rsatingchi menga? Men kerak chetini ham, ha? Shunchalikmisiz? Bitishlarsiz o'z ostidan uchib o'tish eng oson edi. Qanaqa qilib? Bor, bu kishi hamma tugadi. Omon qani aytmoqchi? Lekin mana qilsam bo'lyapti. U bular уже bo'ldi. Keling. Omon bor bitta. Qaramang, boring. Nifiga себе, men boshqa ketaman. İşte oxirgi ishtirokchi qoldi. Vaqt kam qoldi. Bittadan qoldimi? 1 minut vaqt qoldi. Yaxshi. 1 minut vaqt qoldi. Kim otdi? Siz kim? Ko'rtoli. Qisna qilsa shuki, g'irrom qilsanglar ham bam yetkazasizlar. Like bosmaylik, kommentariy yozmaylik. Aynan hozir o'ynaladigan o'yinimiz bu ketka o'yini hisoblanadi. Ya'ni ikkita sheriklar bir-birligi bilan ketka o'ynashadi. Har bir ishtirokchida 10 tadan ketka bor va yutqazgan o'yinchi o'yinni tark etadi. Biz bular bilan qaramiz. So'z kelyapti. Da. Keldi to'y. Para tanlash kerak deyishdi. Men para tanladim. Bu o'yinda ikkita o'rtoq yutib ketmaydi hech qachon. Shu yonidagi sherigi kim bir-birini tagiga suv quyish uchun mo'ljallangan o'zi bu o'yin. Kinosida ham xuddi shunaqa. Hozir men chiqib ketsam achinmaydigan odamni tanladim. Men tanlay o'qiyapman hamma. Mana sherigim ham keldi. Chiqib ketsam achinmayman. Men ham chiqib ketsam achinmayman. Zo'r o'yin bor. Lekin menda bitta jon qoldi, bularda ikkita jon qoldi. Qolganida bilaman. Я очень сильно надеюсь, что я не ошиблась в своем партнере. Men mahallani qiziman. Mahallam bratlar yo'q. Ketdi. Sen urasan. Yaxshi yana urasiz. Uraman. Biz spesial mana bunday qo'yib oldik, chunki bizda kichik plan bor. Agar bilsanglar, menda ikkita jon qolgan, Omonxonda bitta. Chunki men o'ynamayman. Hozir ikkalamiz ham tirik qolib chiqib ketishimiz kerak. Shuning uchun men spesialni Omonxonga yutqizib beraman. Jigar. Akam jonim, akam. Lekin bu planning oxiri emas. Hozir biz tipi o'ynayotganda ko'rsatamiz, чтобы boshqalar bizadan ko'chira olmasligi uchun. Ana endi men haqiqiy yuzim ko'rsataman. O'sha ummadagi dilini ichib.
qoldi to'rtali? Nechta qoldi? Ikkita. 9ta qoldi. 9ta qoldi. Anchadan beri o'ynamagan. To'rtali o'yin bor. Toza o'rtoqlar, hali ko'ramiz kim yutargan. Zik. Voy, давай. Oho! Amerikanskiy pushka. Ya ochishim kerak. Ochishingiz kerak. Yo'q, ochishim. Mana bular siz bola o'shanchi men bularga 2 marta urishga imkon beryapman. Uring 2 marta. Raqibimga yordam beryapman. Yaxshi, lekin yaxshi. Lekin bu o'yinda hozir yutqisiz necha joningiz qoladi? Bitta dona. Bitta dona jonlari qoladi. Bitta dona jon qoldi. Shohruh imkon berib yutqizib bera qoling undan ko'ra. Просто eng qiziqani yerda hamma harakat qildi jon uchun. Biz просто tak. Просто так uch yutqizib olganman. Yutdim. Men yutdim. Idon noziki bilan qilmoqchimiz, men qo'lim og'rib ketdi уже. Qoidani sizlar qilasizlar. Bir-biriga kartina yutqizsanglar bo'ldi все. Menda itak shans qolmadi. Zon ziki. Yutqizdingiz. Ikkita sizga o'tdi. Oxirgi. Bo'lmasa mana shu oxirgi o'yin Zuziki bilan bo'ladi. Hozir Zuzikida bittasida birinchisi yutsangiz siz olasiz, agar yutqizsangiz 3 marta o'ynaymiz. Sizda bitta dona karta qoldi. Shuni yutib olsam, hammasi tugaydi sizda. Xo'p. Zon ziki. Zon ziki. Barobar zon ziki. 2 zon ziki. Bo'ldi. Shunaqa qilib o'rtoqlar bu o'yinda ruhiy tark etdi. Rahmat. O'zi joningiz qoldi nimaga? 5 million yutib kelmayapti? Qoldi, bitta dona jonim qoldi. Mana men o'yindan chiqdim. Oxirgisi. Давайте. Shuni o'yindan yutqizib olishib bitasizmi? Siz yutishasizmi? Yo'q. Давай, брат. Marve o'yindan chiqib ketdi. Da, afsuski. Ikkita ketma-ket o'yinladingiz. Uchinchisi. Korobkada bo'lardi buni. Yig'ardim. Qilib tashladim. Hammasini men yutdim. Umar chiqib ketdingizmi? Ya qo'y. Oxirgi hal qiluvchi daqiqalar bizada. Plan bo'yicha mana shu. Men yutqizib olmagan bitta tutdi. Молодец. Bundan oldingi o'yinda yutdingiz. Da, bundan oldingi o'yinda. Давай. Ayo. Gamit nokor. Hamma o'yin tugadi. Sen yurri. Sanchi? Men Xo'p, men birinchi bo'lib o'yindan chiqib ketdim, lekin yutaman deb keluvdim yuzda. Mana shu inson chiqarib oldi. Lekin bularning kanalida ko'ringlar, bular meni yutgan. Короче, eng kulminatsion joyda choslarmi? O'sha qalam qolib ketganda. Jajdani oldilar. Oldim lekin, bo'ldi. Endi o'rtasiz yo'q. Uzildi. Endi ketursiz bo'ladi. Bo'ldi, hayr. Xullas yutqizdim. Xo'p, menimcha bu o'yinda omonxon yutsa kerak. Navbatdagi o'yin 5 tosh o'yini. Bu o'yinni siz serialda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Aynan ular takrorlagan narsani ishtirokchilarimiz ham takrorlash kerak. Faqatgina bir harakatni biz olib tashladik. Davomini o'yin mobaynida tushunib olasiz. 1, 2, 3 bor. Nimaga? Sal ko'proq deb. O, давай. Ularni orasini qo'y.
Yes! Хорош! Нормально. O'ynayman. Mana bu ko'p kimniki? Maniki. Bo'lmayapti. Ya qila olasiz, davay ruhiy. Ey, Baqirmayman. Yaxshi. Endi bitta otim bilan yo'q, o'zgashingiz. qilmayman. Harakat qiling, davay. Voy, nima bo'lyapti? Striptiz. Onasidan 10 yilga qaradim. Bo'ynimizda ruhiy tark etadi, chunki ruhiy ishi 3 ta joni bor edi. Aynan ruhiy 3 ta jonidan tashqari hamma jonlarni ishlatib bo'ldi. Xafa bo'ldim, yig'lab beraman hozir. Nimaga? Men sizlarga aytdim, bu shartni qilmanglar, ozgina o'ynang deb. Hech kim eshitmadi meni. Bilardim men yuta olmasligimni. Mayli, siz xafa bo'lmasligingiz uchun bizni keyingi 5 millionni menga bering, xafa bo'lmayman. aytmoq shu joyda o'rtoqlar. Agar bu video 100 ming yaqin layk yig'iladigan bo'lsa, xuddi shu masshtabda o'yinni prям 100 kishi bilan o'tkazmoqchimiz. 50 ta ishtirokchi bloger bo'ladi, 50 ta ishtirokchi omadli obunachilarimiz. Shuning uchun ham kanalimizga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Ishtirokchilar ichida siz ham bo'lishingiz mumkin. 1, 2, 3 Спокойно, спокойно. Otib no'sh olish kerak, a? Xudo xolisi, nasib. Otib no'sh. O'laymiz vaqtda oxirgisi. Yasha fokusnik. What are you doing? Quloq barmoqchalar. Ay, blin, sochilib ketyapti-yu. Давай, Миша. Да. Esi. Yaqinda Dubaydan keldi. Yaxshi. Demaylar, sen onasini fichal qilibsizlar. Все, mayli. Roziman nima bo'lsa ham. Glavniysi o'yinda qatnashdim. Olayna. Nimaga oxiriga kelganda? Juday oting. Xohlaganingizcha oting. Xafa bo'lmaysizmi Sevnur? Yo'q, xafa bo'lmadim. Men xafa bo'lganim yo'q, aytdim kameraga, обязательно qo'yil o'sha joyni. Glavniysi qatnashganim shu, чтобы mana nechta bloger bor O'zbekistonda, shularning ichida saralab olinganlardanman, shunga xursandman, shunga rahmat. Baribir kim 5 million desa, baribir 1 million chiqib olaman. 1, 2, 3 boshladik. Yaxshi, Oy, ko'staydi.
Yerlarda yutish kerak. Ja, qarab turing, oxirgisini qoling. O'xshamasa, mayli, endi 5 million o'zi qovursin ekan. Agar yutqizsam, nima yutqish xohlagim bor. Hoshlarni oqildim. Yo'q. Nima qolmaymiz? Meniki qara qolib bittasi. Bittasi berilmadimi? Bittasini bering. Endi olib turishing degan. Pastga tushib ketdi. To'xta 8, 7, 6, bittasini bering. Bittasini bering. 3, 2, oxirgisi. Ona, bitta otish oling. Zametni ko'ringlar. Stop, vaqtiga bo'ldi. Vaqtiga bo'ldi. Bittasini bering. Yo'q. Voy, bunaqa aylantirib olishku, qo'l ichida aylantirib olishmi? Yo'q, lekin havodan ko'tarildi. Qani qo'yindi. Tushmagan deb o'tganmiz. Zametni bitta boshqatdan ko'ringlar, Muhammad. Qaysi kadr edi, mana bu? Oxirgisi. Kesdashim bo'lsin. O'rtoqlar, keling bitta imkon beramiz. Hozir mana sport ketib qoldi. Havoda aylantirishyapti. Kadrlarimiz yo'q. Zametni ocha olmaymiz. Agar ochiq qolib bitta ilosada, joningiz qoladi. Rozimisizmi? Спокойствие, bu. Tayyormisiz? 1, 2, 3. Aynan bizda 5-o'yin takji o'yini. Hozir ishtirokchilarimizga har biriga 5 tadan imkoniyat beramiz. Qilolmagan ishtirokchi o'yinni tark etadi. Birinchi urinish. Hay. Islom bor. Beruza 3-urinish, Beruza. Hay. Yaxshi! 4-urinishda amalga oshirdilar. 1, 2, 3 bor. Stop, chiqdi o'yindan. Davron. Bitta qoldi jonimiz. Qo'yla, hayajonlanmasin. Mo'ljallasang bo'ladi. Hayajonlanish, ozgina shoshishdi. Agar kimdir menga balet qilgan bo'lsa, uzr do'stlar, men takoy nachili o'tkazishga harakat qildim. Agar sizlarga yoqgan bo'lsa, albatta videoga like va
obuna bo'lishni unutmanglar. Mani ruhim tirilib keldi va Ahror ruhini olib ketdi. Davaychi. Do'stlar, men shu joyga kelganda o'yinni tark etdim. Boshida ozgina omad keldi, kelmadi, shunaqa qilib shotgacha keldim. Agar kim meni shotgacha qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, ularga katta rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarda обязательно kutamiz. Undan shu o'yinlarni ko'ramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bizda 6-o'yin ikkita qo'lda don ziki o'yini. Ishtirokchilar 4 ta qolgani uchun raqiblarni random orqali tanlashadi. Ikkita bir xil rangli tosh tushgan o'yinchilar bir-biriga raqib bo'lishadi. Don ziki. 1, 2, 3. Nurotda bitta jon ketdi. Tamomsizlar? Don ziki. 1, 2, 3. Durang. Don ziki. 1, 2, 3. Tayyormisizlar? Don ziki. 1, 2, 3. Voy, chinni! Durang bularni tushardim. Yo'q! Don ziki. 1, 2, 3. Yaxshi! Tayyormisizlar? Don ziki. 1, 2, 3. Uchun Nurmat o'yinni tark etdingiz. Obina. Stop. Nurmat ketdi. Siz hozir finalda Jon bilan 3 qoldi. Don ziki. 1, 2, 3. 2 1. Tamamsiz? Don ziki. 1, 2, 3. Tamamsiz? Don ziki. 1, 2, 3. Evet, bitti bize. Murat ne oldu da? Yutaman deb shu o'yinni. Yutaman dedim. Nima bo'ldi? Menga dastlabki sopernik tushadi. Shu joygacha yetib kelganingiz ham katta narsa baribir. Mayli. Muhim emotsiya. Muhim emotsiya. Bo'lmay. Hozir bizda 3 ta finalchilar qoldi. Bizda bo'lsa 7-shart musiqali stul. Bo'lmasam sal. Tezlaşıra. Temize. Aktör gidiyor. Oscar. Nima bo'lganda ham finalgacha yetib keldingiz. Men 300 ga ishonmadim. Qiz bola yutgisi kerak deb o'yladim. Lekin shu o'yin ozgina qiyinlik qildi sizga. Da, bu o'yin qiyinlik qildi, lekin finalgacha yetib kelganim va shuncha o'yinlarni bosib o'tganim bu meni omadim deb o'ylayman. Qolgan ishtirokchilarga omad tilab qolaman. Rahmat kattakon o'yin uchun juda ham realistik, zo'r bo'ldi. Даже kadrlarda qo'limiz titrashini, juda ham qo'rqishimizni ko'rishingiz mumkin. Podpishchilardan va editorlardan editlar kutib qolamiz. Albatta. Do'sti dushman qilib qo'yarkan hayot. Bitta do'sti dushman qilib qo'yarkan. Dushmanni bilaman oldindan nima qilishini. Brat, so'rab qoling. Kasalxonamizdan qochgan jinni
O'rtoqlar, prям bizda ikkita ishtirokchi qoldi. Ikkita ishtirokchidan bittasi hozir 5 million yutib oladi. Men hozir o'ylashim bo'yicha bilmayman kim chiqadi. Ikkalovi ham juda kuchli o'yinchilar qoldi. Kim yutar ekan? Ha? Hozir qaranglar, oldindan kuzatganlar biladi, biz eng yaqin o'rtoqlarimiz. No pul bor joyda o'rtoqchilik rol o'ynamaydi deb o'ylayman. O'rtoq. Nima qilsak ham Oqibat ketib qurdim. Men pulni yutaman. Gambit kuchli o'yinchi, fiziskiy jihatdan ham qarasak, Gambitda gol imkoniyati ko'p. Lekin Tezlik bo'yicha san. Qo'rqmandan, qo'rqdim. Nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Face to face. 2-3 bor. Bir, 2, 3 bor. Bu qanaqasi? Bu ham o'tirdi. Hech kim o'tirmadi-yu. Hech kim o'tirmadi-ku. Nima o'tirmaysiz hozir? Nima o'tirmadingiz? Qanaqa qilib? Nimaga? Omoyduruk. Siz nima o'tirmadingiz? Aytdim o'rtog'im deb, kak. Yo, bizani o'yinda o'rtoqlar pulni pap qilish ketmaydi. Pulni bitta odam yutib olish kerak. Hozir bo'lmasam sizlarga bitta jazo qo'llaymiz. Xullas, men o'yinimda unaqa do'stona qarash, do'stiga поддержка qilish ketmaydi. Faqatgina yutuqni bitta odam yutish kerak. Shuning uchun ham sizlarga bitta jazo. Aynan mana shu ko'pto'laning ichiga mana shu kartaning ikkinchisi berkitilgan. Kim birinchi bo'lib topsa yutuq o'sha oladi. Hammani tushundimi? Bo'lmasam, ko'pto'laning ichiga. Ular kartani topgunicha men sizlarga ajib to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Hozirgi paytda ajib kompaniyasi yangi A25 smartfonni taqdim qildi. Bu smartfonning batareyasi 5000 amper, orqa kamerasi bo'lsa 48 megapiksel, oldi kamerasi bo'lsa 16 megapiksel. Bu smartfon Face ID'ni to'liq qo'llab-quvvatlaydi va unga ikkita SIM karta qo'yib ham ishlatsangiz bo'ladi. Smartfonning ekrani 607 HD 90 Hz da ishlaydi. Narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz, sizlar o'ylayotgan narxdan 5 barobar arzon. Tezda pastdagi link orqali o'tib smartfonga buyurtma bering. Bir vaqt o'zida kartani ushasa, ikkita ishtirokchi otiladi shu joyda. Kimniki tushib qolgan. Bu oyunumuzda son yuttura. Birinchi marta yutib bo'layapti. Buni yutishim deydi. Gap yo'q. Ha, o'rtoq. Okay, bitch.
yo'limdan chiqma, yeyman. Endi xursandman yutganingga. Sen yutding nima, men yutdim nima? Один раз. Lekin emotsiya zo'r bo'ldi. Kanal ashnovchilariga kattagan rahmat. Men ham birinchi marta bunaqa YouTube proyektiga chiqyapman. Pul yutish uchun kelmadim o'zi, finalgacha keldim. Shuni o'zi katta gap. O'rtog'im bilan kelib qolganim uchun yutishni ham xohladim, yutqizishni ham xohlamadim. Nima qilishni bilmay qoldim. Просто vaqt ko'rsatin dedim. Просто mana vaqt ko'rsatib yutish kerak ekan, yutdi. Hammasi chotki. Hamma ishtirokchilarga kattagan rahmat. Gambitsila! To'pvoy proyekt. Keyingisi bundan ham masshtabli bo'ladi inshaalloh.